Assalomu alaykum do'stlar, haftagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugun bizda quyidagi chizmani chizib ko'rib chiqamiz. Xo'p, unda boshladik. Birinchi navbatda biz buni o's liniyasini, o'rta markazdagi liniyani chizib olishimiz kerak. O'lchaymiz va eng uzun liniya bizda 80. Bu yerda ham 80. Ikkita qirqdan iborat 80. Line olamiz. Pastga biz 80 va markazdan o'ng tarafga 40. Shu line'ni chapga tortib, yana 40 sursak, mana bizda ikkita line, 80 line paydo bo'ldi. Buni ikkisini biz mana bu yerdan to'g'rilab olamiz. Ya'ni o's liniyani chizig'ini qo'yib olamiz va boshladik. Buni biz yarmini chizib, yarmiga mirror olsak ham bo'ladi. Shuni ko'rsatib o'taman. Line olamiz. Bu yerga 10, xuddi shu line'ni 10 ga surib, yana 10. Yana bitta line olamiz. Tepaga, bu yerda masofa 30, tepaga masofani biz 15 beramiz. Shuni yarmini yana pastga ham 15 beramiz. Chizgan line'imizni ikkisini bir-biriga tutashtiramiz. Bu yerda ham offset orqali pastga xuddi shu line'ni 80 kopiya qilib olamiz. Yana line olamiz. Pastki o'lchamini 15 va bu yerga 30 chizamiz. Bu yerdagi masofa bir-biriga tegmadi. Biz fillet orqali buni qayirib olamiz. Fillet, radius, katta radiusi, ya'ni bu yerdagi radius 15, 15 enter qilib, bu line bilan bu line'ni tutashtiramiz. Yana bir marta probel, radiusga bosamiz va bu yerdagi kichik radius 10. 10. Xo'p. Boshqatdan probel, radius 10 qilib, bu ikkita line'ni birlashtiramiz va bizda mana yarmi tayyor. Trim orqali, ya'ni qaychi orqali buni yarmini kesib tashlab, ushbu line'larni ushlab, belgilab, mirror elementi orqali pastga kopiya ham olib o'tishimiz mumkin. No'ni bosamiz, mana bizga yarmi tayyor bo'ldi. Bu holatni qilishimizdan oldin biz doiralarni qo'yib olsak, doiralar ham xuddi shunday bizga pastga kopiya bo'lib o'tadi. Ctrl Z knopkasini bossak, bitta orqaga qaytamiz va doiralarni ham chizib olamiz. Bu yerda aylanani oldiga olib borsak, mana bizda plus chiqarib berdi. Radiusi 5. Asosiy katta radius, diametri 40, demak radiusi 20 bo'ladi. Line chizib olgandan so'ng bizga yordamchi chiziqni shu yerga chizib, sirkul orqali bu yerda ham yana bir aylana doira chizib olamiz. Xuddi shu ishni bu yerda ham takrorlaymiz. Qo'shimcha chiziq chizib, sirkul orqali bu yerda 5 radius bilan doira chizib olamiz. Qo'shimcha line'larni o'chirib tashlaymiz. Delete. Endi mana mirror olganimizda bizda hammasidan kopiya bo'lib o'tadi. Mirrorni bosamiz va pastki nuqtadan chapga tortib, no'ni bossak, mana bizga bu yerga aylana bo'lib o'tdi. Xuddi shu orqali, dimension panel orqali o'lchamlarni qo'yib chiqamiz. 30 o'lchami bu yerda, 60 o'lchami tepadagi doiradan pastki doiragacha bo'lgan masofa mana 60. Boshqatdan qilamiz, mana tepadagi markazdan pastdagi doiraning markazigacha mana 60. Eng katta razmer bizda 80. Bu burchakdan bu burchakgacha bo'lgan masofa bizda 80 mana. Radius orqali bu yerdagi aylananing radiuslarini berib chiqamiz mana. Probel qilamiz va bizga shu diametrni, ya'ni dimension panelni yana qaytarib beradi mishkaga.
Bu yerning masofasi mana 20. Faqat line orqali emas. Dimension orqali o'lchab chiqamiz. Bu nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan masofa bizda mana 30. Bu nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan masofa 30 va bu nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan masofa bizda 50. Bu yerdan markazgacha bo'lgan masofa 40. Yana probel markazdan bu chegaragacha bo'lgan masofa mana bizda ham 40 chiqdi. Oxirgi o'lchamimiz xoh ichkariga, xoh tashqariga ham qo'ysak bo'ladi. Kichik doiraga ham qo'yib qo'yamiz. Mana radiusi 5. Diametrini chiqarmoqchi bo'lsak, mana bu element orqali chiqaramiz. Mana diametri 10. Bu yerda ham mana ikkita o'lcham berilgan. Diametri 10. Diametrda xuddi shunday ya'ni element paydo bo'ladi. Doiraning yarmi hisoblanadi. Radiusi 20. Bizda bunaqa o'lcham yo'q. Xohlasangiz mana buni o'chirib, diametr o'lchovi asosida ham o'lcham bersangiz bo'ladi. Bugungi dars shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.